Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'loniyning Jallod Xonim nomli tarixiy romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'g'rida anlatildi. Mo'ng'ul lashkarlarini taltüks yo'qitib, zafar quchib Ostoniga qaytib kelgan Muhammad Emin Bahodir Xon 3 haftadan beri 2 qatim umumiy yuzlik hujum qo'zg'atmo. Ostonni ololmay qattiq ichib-pishib ketib boradi. Mustahkam ham egiz ostoni sepili xuddi mangu oshqil bo'lmas hayvatlik davondek oldin to'sib turadi. 40 mingga yaqin lashkarga Qashqar, Yenisor, Makit, Qog'liq, Maralbeshi, Yo'pirg'i qatorliq yurtlardan oziq-tulik to'shib ulgurolmayotdi. Agar ko'z oylari oxirlashib qish kirib qolsa, bu lashkarlarning qo'rsiqini beqish tugul kiyim-kechak, sovuqdan daldalanish ishlarimi bir masala bo'lib qoladi. 2-3 yildan beri Jo'ng'or oqsoqlarga o'lpon topshirish uchun qat-qat seliq solgan Hidoyatullo Ishon al yurtni so'ygan piyozdahli qilib qo'ygan edi. Shunga xalq lashkarlarini beqish tugul o'zining jinnini jon etammaydigan ahvolga tushib qolgan edi. Uning ustiga har qaysi yurtlardagi so'liki ishqiya targ'ibotchilari Muhammad Emin Bahodir Xon haqida turli fitna fasodlarni tarqitib, xalqning ishonchini tavirtib qo'yotdi. Kishilar Muhammad Emin Bahodir Xonning sarkarda lashkarlariga ilgirkidek illiq chiroy ochmaydigan, qochadigan bo'lib qolgan edi. Mushularni o'ylaganda Muhammad Emin Bahodir Xonning g'ami hassalab oshadi. Sarkarda lashkarlar orasidami Ostonni elishdan vaqtliq voz kechib, Qashqar, Oqsuqqa qaytib turish. Yandurqi yili bahorda Ostoniga qaytadan lashkar tartish sadolari borgan sir adab qolgan edi. 2 toyin bo'lib bir qarorga kelinmagan Muhammad Emin Bahodir Xon bargohi oliyga bekinib olib, hech kim bilan ko'rishmay o'zi yolg'iz xiyol suradi. Xiyollari chigish ham tagsiz edi. Bugun peshin namozni bargohi oliyda o'zi yolg'iz o'qib, jaynamozda o'ltirganicha xiyolga ketgan Muhammad Emin Bahodir Xon xuddi chaqirib qo'ygandeklik kirib kelgan Mirza Muhammad Shohbeg Maliki Muhtaram Xonim qatorliq sarkardalarni ko'rib, yangi yil boshlanish deb qo'ydi-da. Qisqada duo tatgandan keyin jaynamozdan qo'pib, ularga ajablanib qaradi. Janobiy sarkardalarning biri ishi bormi-ki? Xon oliylarga ma'lum bo'lg'ay, dedi Maliki Muhtaram Xonim o'rdi yosuni bo'yicha so'z qilib. Hidoyatullo Ishon o'g'li Yahyo Xo'j bilan Mo'ng'ul bosqoqbigi Darja to'rini so'lik talab qilib avatibdi. Bu xabarni anglab Muhammad Emin Bahodir Xon bir oz jallandi. Bir necha kundan beri uni shunda qaraq xiyolga kelib qolgan edi. Ammo sarkardalarning qo'llashiga erishalmasligidan hamda Hidoyatullo Ishonning so'likni qabul qilmasligidan ansirab hech kimga tinmagan edi. Mana endi Ishonning o'zi so'lik talab qilganini anglab ko'ngli xilli joyiga tushdi. "Qani ular?" dedi u oldirib qolganligini yo'shiribmi o'tirmasdan. "Darhol boshlab kiringlar." "Ishon bilan so'lik tuzilganimiz yaxshi xon oliylari", dedi Maliki Muhtaram Xonim ko'ngildagini ochiqla aytdi. "Shuncha ular janglarni qilib, oz qolganda u munofiq Ishon bilan so'lik tuzsak yaxshi bo'lmasmiki?" Muhammad Emin Bahodir Xon keskinlik bilan qo'l silkidi. "Avval ko'rishib boqayli. Qoldi maslahatni keyin qilishamiz." Sarkardalardan biri chiqib ketib, Yahyo Xo'j bilan Darja to'rini bargohi oliyga boshlab kirdi. "Assalomu alaykum oliylari", dedi bargohi oliyga kirib kelgan Yahyo Xo'ja Muhammad Emin Bahodir Xonga egilib salom berdi. "Egilgan bo'yinni qilish kesmabdi" deydigan tamsil bor. "Men Qutbul Aqtob Padari Bözürküm Hidoyatullo Ishon Oppoq Xon Xo'ja hazratlarining duoyi salomlarini elib huzurlariga keldim." "Va alaykum assalom Xo'jazoda. Qadamlariga marhaba. Qani, to'rga o'sira." Muhammad Emin Bahodir Xonning do'stona muomalasini ko'rib, amdili
24 yaşlarının qarısını alğan Yahya xo'janing chiroyiga qon, futqoliga jon yugurdi. Kichikdan boshlab so'liki ishqiya targ'ibotlar bilan qattiq tarbiyalangan Yahya xo'ja dadisi Hidoyatulloh Eshonning aksicha saltanat, yurtchilik ishlaridan ko'ra ahli suluk, ishonchilik ishlariga ko'proq xushtor edi. Sufizm ta'limotlariga oid kitob, risolalardan boshqa har xil ilm, hunar kasblar sharhlangan kitoblarni ko'p o'qig'achqami, yosh turibla qanoatchan, kang qo'rsoq, xushbichim, qo'y mijozni bildirgan edi. Jangbozlik, u shikarga qiziqmasligimni aytavur bir oz qo'rqinchoq ko'rinadi. Yahya xo'ja Muhammad ibn Bahodir xonning qayta taklif qilishiga unamay, tagahtada o'tirdi. Duoga qo'l ko'tarib, fatiha qilgandan keyin o'rnidan turib, Muhammad ibn Bahodir xondan qaytadan esallik so'radi. Ondan qo'ynidan Hidoyatulloh Eshonning muhr besilgan, nafis ishlangan kun qopni elib, ikki qo'llab uzatdi. Tadari buzurgimning maktubini oliylarning qabul qilishini umid qilaman. Mulozim Yahya xo'janing qo'lidan kun qopni elib, nisbat nusxa soldi-da Muhammad ibn Bahodir xonga uzatdi. Muhammad ibn Bahodir xon kun qopning pechitini buzib, maktubga oldirash ko'z yugurtib chiqqandan keyin xo'ja Yahyaga qarab tabassum qildi. Xo'jazadan ta'xir qilib kutgay. Sarkardalar bilan maslahat qilib, ondan javobini bergaymiz. O Bekavuldek qarab buyruq qildi. Xo'jazodni oromxonaga boshlab obdan kutsinlar. Bekavuldek Yahya xo'ja bilan darja to'rini boshlab bargohi oliydan chiqib ketdi. Muhammad ibn Bahodir xon sarkardalariga takshi bir qarab etgandan keyin maktubni mirzasiga uzatdi. Qani, mirzo, maktubni o'nlik o'qisinlar. Janobiy sarkardalar to'liq xabardor bo'lg'ay. Mirza gelini qirib qo'yib, maktubni vazmin ohangda o'qishga boshladi. Assalomu alaykum Shahzoda Muhammad ibn Bahodir xon oliylariga yetib ma'lum bo'lg'ayki, bir necha oydan beri ostonda nurg'un qitim yog'iy bo'lib, behisob o'lim yetim ahvollari ko'rildi. Albatta, bu ishlarga har ikkimizning taylim muddaolarimizni bilmaganligimiz sabab bo'ldi. Alhol siz to'limi johillik qilib, taylimizdan yonmadingiz. Biz erkin saodatman suluk peshvosi Qutbul Aqtob sultonning muhaqqin tarabuzurib, begunoh murshidlarimiz bo'lmish ra'iyat uchirgan bu nohaqchilik va ziyori o'lim yetimga chidab tura olmaganligimiz uchun so'lakka kelishish muddaoimizni bayon aylab, mazkur maktubni yezib o'ltiribdimiz. Saidiya tasarrufining saltanatini Mo'ng'ul xon xo'jamning hadisi sifatida topshirib olgan kundan tortib, alhamdulillahki, insof, diyonat bilan taxt saltanatda o'ltirib, adl adolat, xayr saxovat bilan yurtchilik tezginini tutib, nodon ra'iyatni sadoqatman so'lki ishqiya yo'liga boshlab, hamisha masnaviy she'ridan ta'lim berib, tariqat, ma'rifat, shariat, haqiqat bobida shekardek so'zlarni chiqarib, Allohdan o'l gunohkor bandalarga diyonat, tavfiq, insof, iymon, shukr, qanoat tilab, ularni to'qchilik, bayoshatchilikka boshirdi. Rasululloh asabiru miftahul farah degan ekan. Bizlar bu rangli dunyoning puchak puliga arzimaydigan maishatlardan qo'l uzib, ikkimiga loyiq balogar nafsimizni yig'ib, haqning jamoliga yetish uchun kecha-yu kunduz zikr suhbat, jarri samonlarimiz bilan toat ibodatga mashg'ul bo'lgan ojiz bandamiz. Bu saltanatdan qilchilik tamayimiz, tortishqidek yerimiz yo'qdir. Faqat el yurt boshpanohsiz, saltanat egisiz qolmasin deb avam ra'iyatga rahnoma bo'lgan yerimiz bor xolos. Qodir Alloh egam nimani buyurgan bo'lsa, bandasining shuni ko'rmay, qilmay iloji yo'q. Bizning Saidiya saltanatini qo'limizga elib taxtda o'ltirmoqimiz avval Allohning irodasi, ondan qolsa Mo'ng'ul xon xo'jamning shafqat hadisidan bo'lgan. Allohga 100 ming qatla shukriki, biz bu saltanatda o'ltirgandan buyon butkul ra'iyat saodatman so'lki ishqiyaga kirib, peshimizni tutib bizga irodat qildi. Murtil hidoyatchilar sefimiz kundan kuniga zo'rayib, yer yuzini qopladi.
Ular şu tapda büyük taxt saltanatda bizlarkim piri buzurukdin o'zgilarning o'ltirib, yurtarchilik tezginini qo'liga elishni ko'ngliga zinhor sig'diramaz. Balkim g'alyon ko'tirib, elda tafriqchilik paydo qilar. Shu sababdan saltanatni asli taxt egisi bo'lmay, siz shahzoda oliylarga o'tkazib berishni xilizdan beri xo'p ko'rmagan edim. Alhol, siz bizning bu ra'iyatparvar niyat muddaoyimizni tushunmaganligingiz uchun taxtni lashkariy kuch bilan so'yib bo'ldingiz. Agar niyat iqbolingiz shundaqli bo'lgan bo'lsa, ortiqcha jangi jadal qilish hojatsiz. Ostoniga xotirjam kirib, taxt saltanatni topshirib oling. Ammo shu ish saningizda bo'lsin-ki, lakmonlagan sulki ishqiya murtlarning g'azab nafratini, noroziligini to'sib qolg'uchiligimiz yo'q. Mo'shularni o'ylaganimda ko'p tanqisib qoldim. Siz bilan ra'iyat men uchun xuddi o'zimning qo'limga o'xshash. Chunki qo'l deganning olqinimi go'sh, döngüsimi go'shdir. Babayı ajdodlarimizning Saidiya xon sultonlarga siri buzurik bo'lib, saltanat tezginni adl va adolat bilan tutib turish uchun duogo'lik qilib o'tganini nazarda tutib, sizga kichikina taklif bermoqchiman. Piri buzuriklarga irodat qilmoq, duosini olmoq, nazar hurmatidan o'tmak Alloh roziligidir. Sizni babayı ajdodlarimiz bizning babayı ajdodlarimizning piri buzurik tutganligi uchun sizmi bizga vositalik murshid bo'lsiz. Şuna bizlerken piri buzurik bo'lmish Qutbul Aqtob Valiyullahning sizlerken murshidlarga duogo'lik qilishi, saltanat yurtchilik ishlariga rahnamo bo'lishi qiyomatlik qarzimizdir. Shu sababdan garchi biz bu rangvoz dunyoning kuchak puliga arzimaydigan maishatlardan qo'l uzgan bo'lsakmi, oddiy murtul hidoyatchi ra'iyat bilan buyuk taxt sohibi bo'lmish siz xon oliylarining o'rtasida nizo adolat paydo bo'lib, el ortida behuda jangi jadal paydo bo'lmasligini ko'zlab, taxt saltanat tezginni shirik tutishni loyiq ko'rdi. Agar avom ra'iyatning hayo qilmay, lakmongan sulki ishqiya murtlarining ko'ngil orzusini hisobga olmay taxt saltanat, yurtchilik tezginni yigona tutaman desangiz umumayli. Men saltanatni sizga sog' salomat topshirib berib, beshimni elib chiqib ketaman. Taxtda o'tirgan qutlug' kuningizda el yurtda tinchsizlik, avom ra'iyat orasida jangi jadal yuz bermaslik uchun kuchimning boricha tirishiman. Har vaqtlik namozimda sizga duo qilib turaman. Bu nasihatlarimni obdan o'ylanib javobni bergaysiz. Nomi tamom vassalam. Sizga yaratgan Allohdan kech kunduz mehri shafqat, baxt saodat, adl va adolat tilab turg'uchi Qutbul Aqtob piri buzurkingiz Hidoyatulloh Eshon oppoq xo'jayin deb bilursiz. Bargohi oliyning ichini birpas sukut qopladi. Ostonim muhosirsidan zerikkan sarkarlarning ko'p qismi Shahzoda Muhammad Emin Bahodir xonning ko'nglini bilgandan keyin ondan so'zlash uchun jim turishdi. Kimga qaramish ko'rsatdi bu Eshon? deb sakrab qopdi Maliki Muhtaram xonim Eshonning shartiga o'kti qopib. Söylekni o'zi talab qilsin, shartni yana yo'qur qo'ysin. Lakmonlagan murtul hidoyatchilarni pesh qilib, butkul avomni men tarafda deb qo'ng chalmoqni desab turg'unni ko'rmamdigan texi. Muhammad Emin Bahodir xon boshqa sarkarlarning lom jim demay turganini ko'rib, oxiri o'zi so'zlashga majbur bo'ldi. Butkul Saidiya tasarrufidagi avom ra'iyatning tangdun to'lisining Hidoyatulloh Eshon hazratning muxlislari ekanligiga ko'z yummaslik kerak. Garchi Eshon hazrat lashkariy kuchda bizdan tuvan tursimi, avomning himoyasiga erishishda bizdan xil ustundir. Uning ustiga o'l maktubda yozilgandek bizlarni tegi tahtidan elib etganda ashu piri buzurikqa muxlis kelurmiz. Agar sulhni qabul qilmay, Eshon hazratni o'rniga sig'dira olmasak, piri buzurikni xorlagan degan to'qil la'natga qolimizda ahli ra'iyat orasidagi fitna fasod tugminiga suv boshlab beramiz. Avom degan ayni bir qo'y podisiga o'xshaydi. Uni sarkidan biri qayoqqa boshlasa shu yoqqa memiy beradi. Butkul Saidiya tasarrufida Sultonul Muhaqqin, Qutbul Aqtob, Valiyulloh deb e'tirof qilishga erishgan Hidoyatulloh Eshon uchun
sadoqatmanlik bilan jinini aymaydigan aşı mu'til hidoyatchilar avomdan iborat qo'y to'pi orasida birdan sarkilardir. Ular İşan Pirimning amrida avom orasida shundoqli bir targ'ibot elib boradigan bo'lsa, Pirning amrini Xudoning amri deb biladigan avom yavaş qo'y to'pidan quturgan bo'ri to'piga aylandi. Saltanatimizda ishga neza, g'aniyan ko'tarildi. Behuda qonlar to'kildi. Bundoq behisob xon rizqiga sabab bo'lib, saltanatda barqaror bo'lgunimizning hech bir ahamiyati yo'qdir. Janobi sarkardalar, bularni aql bilan obdanaroq o'ylab ko'rsinlar. Muhammad Emin Bahodir xonning so'zlaridan so'lihga kelishish muddaosining borligini tushungan sarkardalar qo'llaydiganligini bildirishdi. Elni saqtin tartib, ikki qo'shqarning beshi bir qazonda qaynagan emas. Sherik podshoh bo'lish degan qandoq ketgan u? Dedi Malika Muhtaram xonim yana norozilik bildirib. İşanning lakmo'ligan mu'til hidoyatchilari bo'lsa, bizning biri mingga tetadigan bahodir lashkarlarimiz bor. Meningcha, suni ko'rmay o't solmaganimiz tuzuk. Al ra'iyatni adl va adolatni himoya qiladi. O'z vaqtida xon atam Sultan Ismoil xon saltanatni sulhdan mustasno tutish xususida yorliq tushirib, turli sulh targ'ibotlarini cheklagandimi, ancha cho'ng ishlar bo'lib ketmagan. Sabırchan bo'lg'aysiz so'ngman, dedi Muhammad Emin Bahodir xon e'tiroz bildirib. Tog'am Sultan Ismoil xonning zamonasi bilan hozirgi zamon o'xshamaydi. O chog'da Xo'ja Hidoyatulloh Eshon faqat bir sulh peshvosi edi xolos. Hozir bo'lsa yurtarchilik tezginini tutib, Eshon xon xo'jadir. O'z vaqtida tog'am Sultan Ismoil xon saltanatining suridan yiqqan bilan hozir bizning saltanatimizning suridan zinhor hayo qilmas. Onun ustiga yana har qachon Mo'ng'ul xoni tasarrufimizga bostirib kelishi mumkin. Navoda avomning dilini chigib qo'ysak, ul ag'yorlarimiz bilan bo'lgan jangda himotsiz qolamiz. Al ra'iyatning himotsiz saltanat zinhor ko'klimas. Olilarning aytganlari butunlay o'rinliq. Deb söz aldı bayatdan beri xiyolga cho'kib o'tirgan sarkarda Mirza Muhammad Shahbay. Hidoyatulloh Eshon Oppoq xo'janing lakmo'ligan mu'til hidoyatchi himmatchilari bo'lgandan sir Mo'g'ullardan iborat kuchlik yo'lanchi kim bor? Olilar amdili xonlik taxtida o'ltirishga el ostida nizo g'alyan ko'tarilib qolsa, saltanatimizning uli tavirnib qilishi mumkin. Cho'ng Peqirning kalti ta'minchimi Hidoyatulloh Eshon bilan ittifoq o'tkunimiz afzal. Ammo Malika Muhtaram xonimning so'zlarining to'g'ri bor. Almisaqdan tortib, saltanatning posiboni yigani bo'lib kelgan. Bundan keyin cho'qim shundoq bo'lgan yaxshi. Chunki bir ishtamni ikki odam zinhor kegili bo'lmas. Menimcha Hidoyatulloh Eshonning saltanat tizginini sherik tutish talabini rad qilaylik. Ammo uningga arkoniy davlatlik, qo'shimcha Sodurlar sadrlik mansab kolasini inom qilib, shariat ahkamlariga muhakkar qilib, faqat juma kunida yurtchilik tezginini tutishga yo'l qo'yaylik. Mo'shunda qilsa, birinchidan, uning saltanatga butunlay sherik bo'lishini cheklaylik. Ikkinchidan, noroziligini pasaytgili. Uchinchidan, mu'til hidoyatchilarning el orsidagi fitna fasodlardan saqlang'ili. To'rtinchidan, saltanatning tinch osoyishligini ro'yobga chiqarg'ili bo'ladi. Shunda hammadan saltanatning osoyishligi afzal. Hidoyatulloh Eshon piri buzurgining inomat obro'yini qo'g'dirganimiz yaxshi bo'ladi. Malika Muhtaram xonim sukut qilishga majbur bo'ldi. Undaq bo'lsa, Hidoyatulloh Eshon hazratga beradigan javobni mushu xususda Mirza Muhammad Shahbay janoblari kutib chiqqay. deb oldirash denish farmon tushirdi Muhammad Emin Bahodir xon. Shohi shindiki hashamatlik taxtda o'ltirib Muhammad Emin Bahodir xonning javob xatini yenish-yenishlab o'qiyotgan Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning shu topda taxtdan ayrilishga ko'zi qiymay yuragi etishib tursimi? Iloji siz qo'shildiganligini bildirib boshlanish tatdi.
Maylilah. Hozircha Dahri Muhammad Emin Bahodir xonning shartiga ko'nmaymi? Amalimiz yo'qlar. Paltining jo'g'isi bo'lsa, sepini chiqarg'il bo'ladi. Aşı bizi yo'q paltining jo'g'isi tekkinigimi? Bo'lsa, shirqi g'ashtiray. Mo'rti kelganda biz chiqarmoq hech gap emas. Hidoyatullo Eshon shularni xiyoldan o'tkazgach, oltin taxtning olmos, yoqutlardan ko'z qo'yilgan yollig'ini erismanlik bilan yenish-yenishlab silaydi. Shunda qilib Muhammad Emin Bahodir xon bilan Hidoyatullo Eshon so'lihga kelib, juma kuni sherik podshohlik qilish kelishimini rasmiy imzoladi. Muhammad Emin Bahodir xon lashkarlar tarafidan muhosiraga ilingandan buyon urush vahimasida degidek majoli qolmagan Ostona fuqarolari yengil tin oldi. Anglayotganlar Belqut to'ridan antilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Muhammad Emin Bahodir xon Saidiya xonligini qaytadan asliga keltirib, o'zini rasmiy xon deb e'lon qilib taxtda o'tirgandan keyin elda nisbiy tinchlik hukm surdi. Ikki so'zning birida Muhammad Emin Bahodir xonga ona hazratim, qadligohim deydigan xo'shamad so'zlarini ishlatib, qo'l bog'lab ehtirom bildirib turgan Hidoyatullo Eshon ozmi kuni saltanat posiboni bo'lib, yurtlarchilik ishlariga ordishish imtiyoz nisibiga shukr qanoat qilganda ko'rinadi. Shu kunlarda kichik fe'l, tatliq so'z, hurmat ehtiromchan, xush muomalalik bo'lib qolgan Hidoyatullo Eshonga yolg'iz Muhammad Emin Bahodir xon emas, xali ko'p o'rda arkonlari qoyil bo'lib qolgan edi. Ko'rinishda to'limi yuvashlashib qolgandek, o'z nisibasiga qanoat qilayotgandek. Muhammad Emin Bahodir xonning xonlik saltanatini chin yuragidan e'tirof qilayotgandek ko'rinadigan xo'ja Hidoyatullo Eshonning vujudining saltanat savdosi bilan ishq savdosida puchilib ketib borganligini o'zidan bo'lak hech kim bilmaydi. Hidoyatullo Eshon Shohinshinga har qatim kirganida shoh sufta ustidagi oltin taxtda so'lat bilan o'tirgan Sultan Muhammad Emin Bahodir xonga shundoqli qarash bilan chiroyi totirib ketadi. Yuragi rashik, adovat, ormon savdosida pijildaydi. Tangridan, piri buzurglardan, mazar mashoyixlardan Muhammad Emin Bahodir xonga o'lim halokat tilaydi. Ordu muhofazachilar qo'shinining amirlik martabasini qaytadan qo'liga olib, ordu arkonlari qatorida o'tirgan Malika Muhtaram xonimning go'zal jamoliga nazar tashlaganda bo'lsa, yurkiga qaytadan tutashgan ishq o'tlari yelinjab, butkul vujudi gulxon ostida qolgandek erib, simobdek titraydi. Malika Muhtaram xonimga o'yinib, Saidiya xon jamiyatiga suqunib kirib vasvasasi texmo bak kuchiyadi. Bir amallarni qilib, Malika Muhtaram xonimni nikohiga elish haqida kecha-kechalab tadbir plan tuzatdi. Malika Muhtaram xonimda yaxshi ta'sirat qoldirish uchun qo'shaman qilishga fursat izlaydi. Maqsadiga yetish uchun vosittalab o'tirmaydigan Eshon ko'ngliga putgan planlarni amalga oshirish uchun amaliy harakatga o'tdi. Hidoyatullo Eshonning xalifa so'pollarini ishga solib, maxfiy planlashi bilan ashaddiy murtal hidoyatchilari Sultan Muhammad Emin Bahodir xon saltanatiga qarshi Ostona va Qashqarda bir qatimdan cho'ngmi emas, kichikmi emas to'polon paydo qildi. Avom xalq bilan qarshilashib qilishdan qattiq ehtiyot qilgan Muhammad Emin Bahodir xon bu to'polonni lashkariy kuch bilan tinchitishga amalsiz qilib, o'rtada jiddiy kengash o'tkazdi. Ammo bu to'polonni lashkariy kuch ishlatmay tinchitishga o'rda arkonlarining hech qaysisining ko'zi yetmadi. Mana mushundaq tanqisiz turgan paytda Hidoyatullo Eshon das o'rnidan turdi-da, o'zining sultonul muhaqqi, qutbul aqtoblik salohiyati bilan bu to'polonni tinchita oladiganligini bildirdi. Ostona ko'chalarida bir haftadan beri borg'ansira adavatgan Muhammad Emin Bahodir xon saltanatiga qarshi to'polonni bir osh pishim va nasihat qilish orqali shippida to'xtatdi. Ondan Qashqarga berib, bu shahardagi uvusi buzilgan hardek bo'lib ketgan xalqni taylidan yondirdi. Bu Hidoyatullo Eshonning Sultan Muhammad Emin Bahodir xonga tunji qatam kuch qudratini,
kashfu karomatini ko'rsatib qo'yishi edi. Bu ish yolg'iz Muhammad Emin Bahodir xonning emas, boshqa o'rda arkonlarining Hidoyatulloh Eshonga bo'lgan ixlosini aslab oshirgan edi. Butkul vujudi Saidiya xonligining o'lini mustahkamlab, ilgirki Sulton Said xon, Sulton Abdurashid xon va Sulton Abdullah xonlar davridagi saltanat shuhratini asliga keltirish uchun bosh qotirayotgan Malika Muhtaram xonimning Hidoyatulloh Eshonga bo'lgan qarshida xilli o'zgarish paydo bo'ldi. O, Hidoyatulloh Eshonning butkul Saidiya tasarrufidagi hurmat inovatini his qilib yetgan. Saidiya saltanatining o'lini mustahkamlash uchun Hidoyatulloh Eshonga tayanmay bo'lmaydiganligini tushunib yetgan edi. Bir qatimliq suiqasdlik hiyli mikr bilan Muhammad Emin Bahodir xonning hurmat ixlosiga erishib olgan Hidoyatulloh Eshon yuragini kech-kunduz o'rtab kelgan Malika Muhtaram xonimga o'yinishdan iborat ishq savdosini Muhammad Emin Bahodir xonga bildirishga jur'at qildi. Ey adolat bana qadligohi, seni ata, biz bola bo'lib, go'sht bilan so'ngakdak, yog' bilan bo'rakdak tuqqandirchilik qilishib, ahli yurtda ko'rilgan tafriqchilik, to'plan g'aliyonlarni bir yandan qo'l chiqirib besib turib, buyuk saltanatimizning osoyishligi, tinchligi uchun tang kuch chiqarsak, u chog'da bizlarga hech bir inson bolasi ag'yar bo'lishga petinolmas deb o'ylayman. Hazratlar bo'lsa, butkul al ra'iyat qo'l bergan qutbul aqtabdir. Ahli so'zning sulton muhaqqini valiyullosidir. dedi Muhammad Emin Bahodir xon Eshonning muddaosini tushungandan keyin bir oz o'ylanib. Pari buzrukvarning nazar go'zorlig'imizda o'sgan notavon bir g'unchiga tushgini albatta ul ojizamning baxt taliyidir. Hazratlarga qiynata bo'lib, Xudoyi hamrohlik martabasiga erishish biz muxlislar uchun katta sharafdir. Ammo ki Hazratimning ko'nglini zinhor yerda qo'yish niyatimiz bo'lmasimi? Kichikgina qiynalgan yerimiz bor. Qani, u mushkulotni anglab baqsa, dedi Hidoyatulloh Eshon hayajon ilkida so'qiyotgan yuragini besib turib. Shu topda uning nafsi tezlashib, tonglaylar qurib ketib boradi. Hidoyatulloh Eshonning kutilmagan bu talabi Muhammad Emin Bahodir xonga damonlikqa tasaddubiy to'yilgan bo'lsa-mu, navbatdagi davolg'ib, birda tinjib, birda tinjimay turgan vaziyatni dangsab ko'rib edi. Yanala Eshonga qiynata bo'lishning o'zining xonlik saltanatining mustahkamlanishiga zo'r foydasi tegadiganligini his qildi. Shu topda Muhammad Emin Bahodir xon Eshonning bu talabini osonlikcha rad qilib etishga bo'lmaydigan nozik masala ekanligini, saltanat uchun zo'r tahdid bo'lib turgan Eshonga qiynata bo'lishdan boshlasa, aron tasti asliga keltirgan Saidiya xonligida ittifoqlik, tinchlik buzilib, qaytadan nizo adovat, dushmanlik paydo bo'lganligini tushunib yetgan edi. Uning ustiga Hidoyatulloh Eshonning nasab martabasimi Saidiya malikasi bo'lgan Malika Muhtaram xonimga mos keladi. Malika Muhtaram xonimni yo'q qilishimi Muhammad Emin Bahodir xon obdan o'ylanmasi bo'lmaydigan zil ish edi. İlgari Muhammad Emin Bahodir xon cho'ng xonishini oraga silib, songlisining ostondan ayrilmaslik sharti ostida nikoh ishini bir taraf qilish niyatining borlig'ini bilib yetgan edi. Egiz o'qirga esilmaslikni o'ylabmi yoki Malika Muhtaram xonimning janggohlarda qilish yalang'ochlab, yuzini o'ch qo'yib yurgan erkak mijozdan hiyiqmi? Aytavur bir qism o'rda erkanlari o'g'illarini o'ylash ishida Malika Muhtaram xonimni nazardan soqit qilgan edi. Muhammad Emin Bahodir xon bo'lsa, singlisini yotliq qilib, oqilik burchini ado qilish g'amida pat-pat bosh qotirdi. Mana bugun kutmagan yerdan Hidoyatulloh Eshonning o'yinish talabi Muhammad Emin Bahodir xonning g'amini xilli yengillatib qo'ydi. Parbuzurkimga ma'lumlik, dedi Muhammad Emin Bahodir xon og'ziga talmirib qarab turgan Eshonga vazmin ohangda so'zladi. Bizning hazratlarga damonlikqa javob bera olmasligimizdagi mushkulotimiz shuki, birinchidan Malika Muhtaram xonim bizga singildi. Pushtimizdan tomgan farzandimiz emasdir. Ikkinchidan, u Malika saltanatimizning sepah baylaridandir.
bizlarning otiliq salohiyatimiz bilan majburlash haqqimiz yo'q. Shunga bu nozuk ishga yanada malikaning o'z og'zidan javob olishimiz qo'paraqdir. Ona hazratimning muddaosi bizga butunlay ayon bo'ldi. Himmatlarga ming tasanna. Dedi Hidoyatulloh Eshon hayajon bilan tashakkurni bildirdi. Albatta nikoh ishi rizoliqsiz zinhor ro'yobga chiqmas. Undaqda Malik muhtaram xonim huzuriga elchi kirgizay. Janobiy qiblagohimmo ikki og'iz nasihatlarni oyimag'aylab bir rizosi. Xudo rizosi debdi. Oliylardan bu dunyo rozi bo'lib o'tgayman. Bu tarafidan xotirjam bo'lg'aylar hazratlar, dedi Muhammad Emin Bahodir xon va'da berdi. Imkon bor Malikidan rozilik olishga tirishqayman. Sultan Muhammad Emin Bahodir xondan javob ilib olgan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon yuzini doptaq qilib Molla Soqi xalifasi orqali Malika muhtaram xonimga shiq maktubi yo'lladi. Hidoyatulloh Eshonning o'ziga oshiqi beqaror bo'lishini hamda o'ylanish talabini qo'yishni faqatli xiyoliga keltirmagan Malika muhtaram xonim Eshonning taklifini keskinlik bilan rad qilib bir parcha xat yozdi. Assalomu alaykum Hidoyatulloh Eshon hazratlari. Bu dunyoning kichik puliga arzimaydigan maishat lazzatlarini tark etib, Xudoyi inshaalloh yo'lda ibodatga mashg'ul bo'lgan janoblardek so'lik peshvasining choch soqollariga qaro tushishga boshlaganda, ish bolasiga mubtalo bo'lib, visol lazzatidan sharob ichishni da'vo qilib yozgan maktublarini ko'rib, ham kulgim keldi, ham hayron qoldim. Albatta, oshiq bo'lish zinhor gunoh emasdir. Ulug' yaratgan Alloh egan odam otimizni Havo onamizga oshiq qilgandan beri insonlar orasida oshiqlik paydo bo'lgan. Hazratlarining maktubidagi ishq bobidan tuzg'an guldastalari meni zinhor jalb qilolmadi. Demakchimanki, oshiqlik haqidagi tushanchalari, bergan ta'birlari to'limi cho'lt ekan. Hazratlarining nazaridagi ishq bilan mening nazarimdagi ishq zinhor o'xshamaydi ekan. Quloq solg'aylar. Ishq yulduzdirki, parlab turgan. İnson ko'zining nur va ro'shanligi uningdir. Go'hardirki, yo'lalab turgan. Odamlik tojining zinnati va bahosi uningdir. Ishq misoli quyoshdirki, o'chib chiqqan. Miskin dillar tikan zarlig'i uningdan gulshan. To'lin oydirki, nur chechib turgan. Qorong'u dillar shabistoni uningdan ro'shan. Dengizdirki, poyonsiz. Har dulqini yuzlab aql ho'sh kemisini cho'ktirgan. Cho'ladirki, o'tli. Ko'p jonu ko'ngilni eritib suv qilgan. Chaqmoqdirki, yaltirab chaqqan. Ko'p jonu ko'ngilni ko'l qilgan. Ajdahodirki, xonxo'r. Olamni dam tortmoq ong maqsad. Podshohdirki, g'azabli. Maqsadi olam ahlini bir yo'li o'ltirmak. Mana bular mening ishq bobidagi ta'birlarimdir. Albatta, oshiqlik yolg'iz insonga qartilgan emas. Yotlarni kendiktana to'kilgan zaminga boshlab kelishdan hayo qilmagan hazratimga ishqning boshqa boblaridan so'z etishni ravo ko'madi. Tuvandagi nazma hazratimning taklifiga bergan javobim o'qag'ay. Birovnikin berib mulkini barbod, qilursan nozinin ko'nglini noshad. Shikastiga satam yosin qurarsan, ishtim ishxilofin ham urarsan. Malika muhtaram xonimning bu javobini topshirib olgan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon niyatidan yonmay Molla Soqi xalifani ikkinchi qatim yana avatdi. Bu qatim Malika muhtaram xonim Eshonning talabiga javoban tuvandagi 2 misra she'rni yozib avatdi. Eshik munchiqi tojiga mansub emas, dargoh solar shohlarga marg'ub emas. Bu javobni o'qib, Malika muhtaram xonimni osonlikcha ayvashga keltirolmaydiganligini his qilgan Hidoyatulloh Eshon Sulton Muhammad Emin Bahodir xonga besim ishiltish maqsadida Qashqar, Ostona va Xotandagi murtil hidoyatchilariga maxfiy buyruq berib, yana bir qatim Saidiya saltanatiga qarshi to'polon ko'targizdi. Bu yurtlardagi to'manlagan murtil hidoyatchilarning Saidiya saltanatini bekor qilib,
o'rniga Hidoyatullo Eshonning eshonlik saltanatini tiklash sadosi Sulton Muhammad Emin Bahodir xonni yana bir qatim cho'chitdi. Parbuzurkim Qutbul Aqtoblik obro'y inovatlari bilan ul ozg'un ra'iyatga yana bir qatim nasihat qilib, al yurtni tinchitgan bo'lsa, deb iltijo qildi Muhammad Emin Bahodir xon Xo'ja Hidoyatullo Eshonga. Vujudum Malika Muhtaram xonimning ishq firoqida kavob bo'lib o'rtanmoqda. Ul ozg'un ra'iyatning oldiga chiqib masla ma'ruf va nasihat qilgudek majolim yo'qdir. Bu ishq balasi oxiri jinimga zomin bo'lga o'xshaydi, dedi Eshon Muhammad Emin Bahodir xonning talabini rad qilib. Agar senda yuragimni oromsiz ko'ydirayotgan ishq balasiga oz to'la da'vat tepilsa edi, o'l chog'da dilxast ko'nglim taskin tepib, saltanatimiz uchun xizmat qila olgan bo'lar edi. Eshonning nemiga ishora qilayotganligini tushungan Muhammad Emin Bahodir xon Malika Muhtaram xonimni chaqirtib jiddiy so'zlashdi. Saltanat ishlari bilan ojizalarning nikoh ishini birlashtirib olmaganlar oliylari, dedi Malika Muhtaram xonim aksining maqsadini tushungandan keyin. U Eshon mening xilim emas. O'g'o shundoq, dedi Muhammad Emin Bahodir xon tanqislikda qolgan holda. Ammo saltanatimizning taqdiri sizga bog'liq bo'lib qoldi desanglar. Malika Muhtaram xonim bir oz sukutdan keyin og'iz ochdi. Ziyoda mehribonlik bilan yurt so'rg'il bo'lmas. Kichik vaqtimda jannat makon xon atam Sulton Abdullah xon oliylarining qilichidan qon tomdirishni bilmagan odam saltanat surolmaydi degan so'zi yenimi esimda. Meningcha qo'limizda necha tumanlagan bahodir lashkarlar turib, saltanatga qarshi chiquvchi g'aliyachilarni besib turishida ul Eshonga yenish hojatsiz. Biroq shuni esingizdan chiqarmasangiz, ashu qo'lida qo'rol deydigan narsadan asar yo'q ra'iyatga lashkar ishlasak durust bo'lmas. Qilishga tayangan saltanatning umri ko'ti bo'lar. Uning ustiga avom ra'iyat bilan dushmanlashib turib, elning qarg'ishiga fitna fasod qilib saltanat surgunimdan taxtni o'l avomning royiga topshirganim ming afzal. Rasululloh ul Eshonga tayanmoqimiz shuncha zarurmi aka? Albatta zarur. Hozir buyuk Saidiya tasarrufi bayni 3 putliq danqonga o'xshashdir. Ul danqonning 1 putin ham bo'lsa, qolgan 2 puti siz bilan Xo'ja Hidoyatullo Eshon Parbuzurikdir. Ashu 2 putin biri bo'lmasa, danqonning hamon o'rilib tushgani chiqar. Eshon hazratga tayanmay turib, ikkimiz o'l danqonni zinhor o'ri qilib bo'lolmasmiz. Shunimi e'tirof qilishimiz kerakki, al ra'iyatga tayanmay, himoyasiga erisholmay turib, saltanatimiz zinhor ko'plamadi. Lashkarlarimizning kuch-qudratini Eshon hazratning al ra'iyat orasidagi inovat hurmatiga tanqib bo'lmas. Albatta, Malika Muhtaram xonimga Saidiya xonligining siyosiy, iqtisodiy vaziyati besh qo'ldek ayon edi. El yurt ortida Muhammad Emin Bahodir xonning hurmatidan Xo'ja Hidoyatullo Eshonning hurmatining ustun ekanligini, Eshonning necha to'manlagan murtil hidoyatchilarining oddiy, nodon xalqni har qachon Muhammad Emin Bahodir xon saltanatiga qarshi qo'zg'ay oladiganligini obdan biladi. Mushundaq vaziyatda Hidoyatullo Eshonga yiqilishqi bo'ladi-ki, zinhor yiroqlashishqi bo'lmaydi. Shu topda Muhammad Emin Bahodir xonmo xonlik saltanatini saqlab qolish uchun singlisini Hidoyatullo Eshon bilan to'y qilishga da'vat qilyapti. Buningdan o'zgacha amal bo'lmasa, xon oliylarining maylichi bo'lsin, dedi Malika Muhtaram xonim bir pas sukutdan keyin beshini ko'tarib. Ammo javobni Hidoyatullo Eshonga o'zim beraman. Buyuk Saidiya saltanati uchun ko'rsatgan himmatingizga jannat makon baboyi ajdodlarimiz minglab tasanno etqaysinglar, dedi Muhammad Emin Bahodir xon rozimanlik bilan. Malika Muhtaram xonimning rozilik berganini anglagan Hidoyatullo Eshon Malika Muhtaram xonimga
3-chi navbat rasmiy yo'sinda bir qism o'rda arkonlarini elchilikka kirgizdi. Nikoh g'oyib ketgan. Taqdir azal peshonamga ul Eshon Hazrat bilan halol jup bo'lishni tikkan o'xshaydi. Ammo Eshon Hazrat tövendagi 3 shartimga qo'shilsa, bu nikohga rozilik berurman, dedi Malika Muhtaram xonim va oldin yezib tayyorlab qo'ygan bir parcha xatni elchilarga berdi. Xatga Malika Muhtaram xonimning tövendagi 3 sharti kutilgan edi. Birinchi shart: men sizlarning aqida nikohlariga o'tgandan keyin diniy tariqat ishlarida ahli hokimiyatga muxolif har qanday voqea yuz bersa, darhol cheklashlari lozim. Ya'ni shuni alohida samillarga solimayki, ahli hokimiyatga qarshi chiqqan har qanday kishiga g'azab qilsam o'ltirmagich qo'ymayman. Zinhor orig'i tushmasinlar. Chunki saltanat hokimiyatga ahli suluk majralari orlish qolsa, fitna fasod ko'payib ketadi. Hal ra'iyat xotirjam bo'lolmaydi. Ikkinchi shart: o'z hidoyatchilariga mos holda ahli suluklarni shariat ahkomlari va xonlik qonun jasoqlarga bajandil bo'ysundirishga da'vat qilib, ularni sulki ishqiya tariqatiga emas, xon oliylarga, ahli hokimiyatga ham nafas qilg'aylar. Mening nasabim buyuk Saidiya xonlar nasabidan bo'lganligi uchun har qanday bir kishi mendan xayr ehson, sariqi zakot va saxovat yordam talab qilsa, Eshon hazratlarining xazinasidan xohlagancha berurman. Onunğa zinhar nazar ko'zini solmag'ay. Uchinchi shart: garchi Eshon hazratning ilgirki o'g'chillardan bir necha o'g'il farzandi bo'lsa-mu, ammo hazratimning sultonul muhaqqillik, qutbul aqtoblik, piri azamlik valiahdi varisi mening vujudimdan dunyoga kelgan. Buningdan boshqa olchi xonimlar va xo'jizodlar zinhar g'avg'o ko'tarmagay. Eshon hazratlari ul 3 shartimni maqbul ko'rsa, darhol va'da tasdiq kutib, muhrni besib bergay. Shu chog'da bu nikohga rozilik berurman. Xo'ja Hidoyatulloh Eshon Malika Muhtaram xonimning visoliga yetish xo'shalligida bu shartlarning neri berishni o'ylab o'tirmayla, darhol va'da dastak yezib, yaqin xalifa sufillarining va o'rda arkonlarining guvohlik imzosini qo'ydirib, o'zining Eshon piri azamlik muhrni bostirdi, Malika Muhtaram xonimga avatib berdi. Kunlarning birida Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning batniyatlik qilib, Saidiya saltanatiga osiylik qilish ehtimolligini nazardan soqit qilmagan Malika Muhtaram xonimning birinchi sharti orqali Xo'ja Hidoyatulloh Eshon boshchiligidagi sulki ishqiya saltanatining adliya, qonun jasoq huquqini, ikkinchi shart orqali xazina moliya huquqini, uchinchi shart orqali taxt varisi huquqini qo'lga kirgizib olganligini Hidoyatulloh Eshon zinhor xiyoliga keltirmagan edi. Shunda qilib, köy o'g'il bo'lish hilasi bilan Saidiya xon jamiyatiga suqunib kirib olish muddaosini to'liq amalga oshirgan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon Malika Muhtaram xonimning to'ylik uchun 30 ming ot, 30 ming kala, 3 ming to'ga va 30 ming qo'y hisobidagi mol dunyo sarf qilib katta to'y murosimi o'tkazdi. Belqut şirketida ovoz qilinib, Belqut to'rida anlatılayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod xonim nomli tarixiy romanini bugun musharga anglatdik. Davomini ertalik anlatishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shinxua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning sotib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Belqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'harlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgavlashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Belqutdan bil. Belqut xazinasi